Tak 16 dekabr 2025 yil. Hurmatli kuzatuvchilar, navbatdagi obyektimiz choyxona, stalovoy ijaraga beriladi. Berimiz lokatsiyani tushuntirsak, buyog'imiz parkning orti Erchamina, buyog'imiz Xonsaroy to'yxona, buyog'imiz Almas supermarketdan kirishda yaqindagi bir 7-8 yilda toza ochilgan ko'cha desak ham bo'ladi. Berimizni liboy biznesga moslab etsangiz bo'ladi. Ichkarida ko'rsatamiz, yuring. Ikkinchi etaj qismi asosan staloga moslangan. Bu yerda vanna sanuzeli bor. Tak, berimiz zalimiz shunda gideti bir 20 taxminan plus minus 400-500 kvadrat yer ber. Bu yerda gaz, suv, suv, kanalizatsiyada muammo yo'q, hamma joy bor. Umaniklar ham bor. Tak, barlari bor. Bu yoqda tez ko'rsatib o'tdik, vaqt qisqaroq. Xolodilniklardan hammasidan bor. 5 dona xolodilnik bor. Tak, kuxnalardan azroq ko'rsatib o'tdik. Kuxnada hamma jihozlari bor. Как будто прямо stalovoyda ishlatib ketsangiz, hamma jihozlari bor, prямо tashab ketildi. Bu yoqda ham xonasi bor, o'rnab ko'rsat. Kelib yoqdan kelsangiz, kelur. Bu yerda ham oshxonamizda hamma vaji bor mana. Shashlik pishiradiganmi, pechka apparatmi, butun bu yerda ham xolodilnik, butun choyxonaga moslangan hamma vajiz bor. Ichida qoladi hamma vajda. Prямо biznesni rivojlantirsangiz bo'ladi. Bu yoq ham bor, prямо zalni ko'rasiz. Tak, zalda ham üstel kursileriniz var. Üstel kursining ma'lum qismi qoladi. Bu yerda kabinalar bor. 1 2 tak 3. Bu kabinalar har qaysisida 10 odam, 12 odamlik. 4. Bu kabina ilk novadir. Bu yog'imizda bir kabina bor, 5 kabina bor. 2 dona ulug' konditsioner bor. Xullas telefonlarda qoldiramiz. Bemalol savol javoblarimiz bo'lsa, kichik biznes, choyxona, stalovoy zo'r etib osh markazi etib qandaydir zo'r biznesga rivojlantirsangiz bo'ladi. Hamma qolgan